Shariat hatto shuni ham ijoza bermaydi. Bir ayolni ko'rasiz, uyidan chiqadi, bir mard degan darvozasini eshigiga to'xtatdi, o'shaning mo'tariga kelib o'ltiradi. Shunga ham gumoni bad qilmang. Imkoni bor o'zining mahramlari bo'lgandek bo'lsa. Hatto Imom Shofiy rahmatullohi alayhiga nisbat beradilar bu gapda. Hazrat Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytdilarki, bir kishini ko'rsanglar, soqqallaridan sharob oqayotgan bo'lsa, sharob soqqalidan kelib oqayotgan bo'lsa, o'shanga ham gumoni bad qilmagin, imkoni borki boshqa bir kishi degan shu sharob bilan o'ziga urgan bo'lsa. Ajib yaxshi dinimiz bor. Ajib bir zebo dinimiz bor. Qancha millatni muqobilaga gumonhoy badda qilamiz. Agar bir kishini ko'rsakki sarmoyasi, doroyisi, puli, iqtisodi ko'p bo'lgan pillasiga qancha gumonhoy badni bizlar qilamiz. Valo bu shoyat haromdan topgan bo'lsa, valo imkoni bor qimor urgan bo'lsa, valo imkoni borki falon va falon gunohni qilgan bo'lsa, bu qo'liga bu pul jam bo'libdi. Islom din ijoza bermaydi muazzizot. Hatto murda bizlarda oldimizdan qo'limizdan qolgan emasdi. Murdalarni keytidan bizga gafiramiz va gumonibat qilamiz. Dar holiki payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Uzkuru mahasina mawtakum." O'lgan kishini yaxshiliklarini sizlar millat ichiga yod qilinglar. Gumonibat tarqiboli o'lgan kishilarga qilmanglar. Payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam o'zlari to'xtatdilar, yo e'tikofga yo masjidni oldiga Safiya radhiyallohu ta'ala anha onamiz qotillari ollariga edi. Mutojib bo'ldilarki, ikki kishi uzoqdan ko'rdi. Payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallamning zehnlariga shu keldiki, shoyat shu ikkala sahoba yo shu ikkala kishi gumoni badlar muqobili menga qilgidek bo'lsa, aytdilarki, ikkoving ham to'xtaydi. Ba'da zikovi to'xtagandan so'ng aytdilarki, "Hadihi Safiya." Safiya falonining qizi, xotinim bo'ladi, onalaring bo'ladi, bilasizlar dedilar. Ijoza berdilar, ketdi naparlar. Nima uchun? Agar shu ikkovini shu yerga tilattirmasa, al-ayoz billah shu ikkovini zehniga shu keladiki, Hazrat payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam da begona xotin nima qiladi? Ham Xudo ifoq borasiga gumoni nekimiz bo'lsin va ham millat borasiga gumoni nekimiz bo'lsin. Har raqam xabarlar, beasos xabarlar, xususan sarnavushti millatga zarba uradi, xususan kishvardi sarnavushtiga zarba uradi. Bu televizorlardan, radiolardan, Facebooklardan, Instagramlardan, YouTubelardan, shabakalar ijtimoiydan xohlaydiki amniyat va oromishi bir millatni zerib savol kelsa, bizlarning mas'uliyatimiz nimada? Gumoni nek qilishlik biz to zamoniki o'sha gap tahqiq bo'lmasa va tasbit bo'lmasa.